Qadrdonlarim, Yunusobod tumani Ko'rgazma ko'chadan 366 sotuvli yerimiz sotuvga chiqyapti. Men video davomida narxni ham aytib o'taman. Ko'pchilik bu yerda Ayron ko'cha deb biladi. Bu videoni Yunusobod atrofidan yer qidirayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Mana bizning sotilayotgan joyimiz ko'ryapsizlar, to'g'ri to'rtburchak Guloyda joylashgan. 366 sotuv. Kottejchi biznesmen tadbirkor akalarimiz diqqatiga mana shu yerni olib ikkita chiroyli imorat qurib sotsangiz, menimcha yaxshi foyda qiladi. Sababi fasad uzunligi 24,8, ichkarigi 14,7 bo'lyapti. 14 dan fasad qoldirib ikkita chiroyli imorat qurib olsangiz bo'ladi. Yana o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Qaranglar, tushuntiraman. Katta ko'chaga chiqamiz. To'g'ri yurganimizda где-то 500 metrlardan keyin o'ng tarafda Malika bozor, chap tarafda Minor masjid keladi. Bu yoqda gimnastika joylashgan, bu yoqda Erudit maktab. Bu ko'chadan ham to'g'ri chiqsangiz Malika bozor. Uyimizning har bir sotigini 72 ming dollardan deyapti. Yana tepasida kelishtirib berishadi. Qiziqqanlar uchun men pastda egar raqamni yozib qoldiraman. Telefon qo'rasizlar, shunaqa yaxshi va arzon variantlarni o'tkazib olmaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying.